Assalomu alaykum, Marlon Sharda yuridik ukamizga 5 ot kuchli motobillarimiz, 7 ot kuchli motobillarimiz, 15 ot kuchli, 17 ot kuchli va Gusnitsi apparatlarimiz yetib keldi. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bundan kanalga like bosasizlar, obuna bo'lsangizlar, kommentariyaga yozib omad so'zini yozsalaring, bonus skidkalarga ega bo'lasizlar ekan-da. Unda boshladik. Birinchi o'rinda 44 li, ya'ni 5 ot kuchli Kentavrdan motobilimizga ko'rishingiz mumkin. Bu kichkina agarotlarimiz yoki malinalarchiga ancha qulay qilib ishlangan ekan. Boklari 1 litrli, bunga benzinga avto aralashtirib qo'shiladi ekan. Motori kasilka motorli bo'ladi. Narx qancha ekan deyilsa, narxi 1.600.000 so'm. Albatta kami bor. Shu videoga bitta like va podpiska kelgan ekanimiz uchun 100.000 so'mdan kamini qilib beramiz ekan. Keyingisi akada 48 ga 5 lik, bu ham Kentavr akada ko'rishingiz mumkin. Buni ham korpuslari va pichoqlari ancha qalin qilib ishlangan. Bu ham shu kichkina agarotlar va malinalarga ancha qulay qilib ishlangan ekan. Vozduklar tepasi joylashgan ko'rishingiz mumkin. Bunda motorga chang o'tkazib olmaydi ekan. Mana bu yerda gazlar joylashgan ekan. Mana bu o'chiradigan stopper knopkasi bo'ladi ekan. Narxi qancha ekan deyilsa, narxi 2.200.000 so'm. Albatta kami bor. Videoga like, podpiska, obuna bosib kelganlaringizga kamini qilib beramiz ekan. Qolganlari ham shu Kentavrdan bo'ladi ekan. Sizlarga ortiqcha olmayman va keyingi 7 ot motobillarimizni tanishtirishga o'taman. Kentavr motobilogi bo'ladi. Vozduklar ozgina kichkinaroq buniki. Oldi dugalar qalinroq bo'ladi. Balonlar 408 ekan. Benzin motorlar 3 litrli bo'ladi. Karovkalari mana ko'rishingiz mumkin 950-900 mm bo'ladi. 2025-yil narsasi ekan. Asset keskin narsa emas. 170 motorli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin 7 ot kuchli. Narxi qancha ekan deyilganlar, narxi 3.500.000 so'm. Albatta kam bor. Shu videoga like va podpiska bosib kelganlaringizga albatta bonus narxlarda qilib beramiz ekan. Keyingisi Skyline motobilogi. Vozduklar ancha qalin va katta qilib ishlangan bo'ladi. Oldi dugalar ham ancha qalin ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham 408, bu ham 2025-yil mahsuloti, Asset keskin mahsulot bo'lsa kerak. Bunda Kentavrdan ustunlik jihati maslahatchilarga ega ekada ko'rishingiz mumkin. Bu, ya'ni motorning ichida yog'i va eskiri va kamayib ketadigan bo'lsa, bu avtomatik motorni o'chiradi. Ya'ni motorda buzilish holatini oldini oladi ekan. Keyingisi ham o'tib shunday Skyline ekan. Ikkovi bir xil. Narxi qancha ekan deyiladi, narxi 3.800.000 so'm ekan. Albatta kam bor. Keyingisi 17 ot kuchli Raton motobilogi bo'ladi. Akada ko'rishingiz mumkin. Bu akkumulyatorlar kattaroq qilib ishlangan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Rollar ham ancha uzun, ya'ni jadga qo'yib ishlatsa ham bo'ladi. Statorlar yonida kaltlar bo'ladi. Bitta kaltga zavod bo'ladigan narsa ekan. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. 5 litrli benzin bokli bo'ladi. Buni ham maslahatchiga bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. 192 ni 17 ot kuchli bo'ladi. 17 ot kuchli. Narxi qancha ekan deyilganlar uchun ekan, narxi 7.200.000 so'm ekan. Yana o'zimiz kamini qilib beramiz ekan. Keyin Gusnitsi apparatlarimiz benzinligi, ya'ni Kentavr 170 bo'ladi ekan. Ko'rishingiz mumkin, remen orqali harakat oladi. Vozduklar ancha katta, qalin qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Mana Kentavr tiller. Mana bu yerda o'chirib yoqadigan knopkalar va gazlarni joylashgan bo'ladi ekan. Bu sebilen emas, bu roller legirovka qiladiganlar bo'ladi ekan. Skorslar yonida joylashgan, mana ko'rishingiz mumkin. Seplari 2 qatorli bo'ladi. Yon tomonga og'naydi va bemalol loyiha boshqa joylarda ham yurib ketaveradi ekan. Narxi qancha ekan deyilganlar uchun narxi $750. Albatta kami bor ekan. Keyingisi 173 motorli, ko'rishingiz mumkin. 173 motorli. Bu ham Kentavr bo'ladi ekan. Ko'rishingiz mumkin. Vozduklar ancha katta qilib ishlangan, mana vozduqi bo'ladi ekan. Benzin boklari 2 litrli. Bu ham remen orqali harakat oladi. Seplari buniki ham ancha qalin qilib ishlangan. Oldi dugalari ham ko'rishingiz mumkin. Ancha qalin qilib ishlangan ekan. Buni ham seplari ikkitalik bo'ladi. Chugulli sep bo'ladi. Bu zanglab ketmaydi. Narxi qancha ekan deydiganlar uchun narxi $850 ekan. Shu narxi dastavkalar bilan qilib beramiz ekan vodiy bo'ylab. Kimga xuddi shunday apparatlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol 90 bilan 851 68 84 nomerlariga bog'lansalaring, to'liqroq ma'lumoti va dastavkalar bo'yicha gaplashamiz ekan. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat.